Bo'ldi. Assalomu alaykum azizlar, yana bir bor assalomu alaykum. Mana hozir guruhimiz a'zolari velomarofonda mana hozir Eko shahriga keldik. Egamberdi, mana Odilxo'ja, men, Akmaljon mana hozir suratga olyaptilar. Juda ham go'zal manzaralar, hammaga ilinyapmiz. Qarang-a, prezidentimizni qayerga borsalar qadamlari tekkan joy mana obod go'shaga aylanyapti. Hozir ko'rib, tan qoldi, tan berdida. Nari tomondan umuman ko'rmagan edik. Ha, o'zimizni Marg'ilon City'da Orqa tomondan bugun ko'rdik. Haligi yo'llarni qarang. Ha, qarang. Yo'llarning go'zalligini qarang. Endi ko'rdik. Yaxshi ham bu Akmaljon aytdilar-da, tomonga yuraylik deb. Endi shu yerda yana bir gapni aytishim kerakki, ota-ona to'g'risida. Bir nomi chiqqan sarkarda bor ekanda. Hali sarkarda bitta qilich bilan jangda doim g'olib kelar ekan. Oradan ancha vaqt o'tgandan keyin haligi sarkarda temirchini oldiga kelibdi. Menga bitta dubulg'a bilan sovut yasab ber debdi. "Ye, sizga bitta qilich yetar-diyu, kifoya bo'lar-diyu qilichsa, meni ota-onam dunyodan o'tib ketishdi. Ularning duolari menga dubulg'a bilan sovutadi" degan ekan. Qarang. Endi qissadan qissa shuki, ota-onasi borlar, ota-onani duosini olib qolishga shoshilinglar. Shoshilinglar. Bular ham g'animat. Sen kech bo'lib qoladi. Kech bo'lib qoladi. Afsuslanib yuradi. Ha. Mana misol uchun bizni yoshligimizda ular bizni injilimizni ko'tarib, katta qilishgan. Endi biz nimaga ularni qarigan chog'da injilni ko'tarmaymiz biz? Ye, shunchalik bo'lib qoldimi ya? Men hayron qolamanki, ozgina nima bilan shu ayrim insonlar bor, xotinning gapiga kirib, qariyalar uyiga ota-onasini olib qo'yishyapti. Tavba astag'firulloh. Qanaqa gap bu? Qanaqa gap bu? Ha, bu bo'lsa uni ham nimasi olib boradi keyin qariganda. Shuni o'ylash kerak-da. Bir odam bor ekan, odam endi o'g'lini uylabdi, xotin erta kunda o'tib ketgan ekan. Qancha mehnat qilib tarbiyaladi o'g'lini, endi uylagandan keyin hali ayol kelin yaxshi chiqmabdi. Kelin yaxshi chiqmabdi. Oxiri yo'qating dadangizni debdi. Menga bunaqa qaynota kerak emas debdi. Yo, dadangizni tanlang, yo meni tanlang debdi. Qarang. Endi nima qilish kerak? Haligi nima oxiri o'ylab bir maqsadga kelibdiki, o'sha bir qir tomonda bir ilgari ovchi bo'lib ishlagan ekanda, yurgan ekan. Endi hobbisimi ovchi. Bitta kichkina bitta kulbacha yasagan, kulbacha qurgan ekan. Ash kulbani o'ylabdi. O'shaga olib boraman debdi. Siz ham kuymaydi, kaboban debdi. Ota yuring debdi. Men bir aylantirib kelaman, yuring debdi. Narsani yig'ishtirib, nima qilib, mashinaga solayotganda o'g'li aytibdiki, "Mana olib boring dada" debdi. "Hasan, mana bir aylanib kelaman siz bilan" debdi. O'g'lini ham olib boribdi. Keyin o'sha kulbaga olib boribdi. O'sha adirni yonida ekan kulba. Endi kulbaga kirishgan ekan, endi birov o'tirmagan, nima, endi hamma joy atroflarni sarpat epaga keltirib, otasiga joyni solib berib, "Ota, mana hamma yo'q bor. Mana choyingiz bor, nima bor? Men kunda xabar olib turaman" debdi. Deb keyin chiqib ketibdi. Chiqib ketgandan keyin mashinani minib ketgan ekan. Keyin o'g'li aytibdiki, "Nima dada, men ham sizni qariganingizda shu yerga olib kelaman ha" debdi. Shundaqa nima uribdi miyasiga. Tok uribdi. Darrov mashinani burib, dadasini oldiga, "Dadajon, meni kechiring. Meni kechiring, o'g'lingiz aqlsiz o'g'li kechiring" deb quchoqlab yig'labdi. Dadasi ham yig'labdi. Dadasi aytdiki, "Baribir meni sen qaytib kelishini bilardim" debdi. "O'g'lim" debdi. "Nimaga" debdi. "Men" debdi, "dadamni bu yerga olib kelganim yo'q" debdi. Qarang. Mana. Endi mana hali o'g'lining gapi unga juda nima bo'ldi, ta'sirli bo'ldi. Shuning uchun azizlar, nima qilaylik-da, shu ota-onasi borlar, duo qolishga shoshilaylik. Amin. Ota-onamiz ham g'animat. Amin. Sog' bo'laylik, salomat bo'laylik. Dunyo qancha tursa shuncha turaylik. Oramizdagi do'stlik abadiy bo'lsin. Balolardan, ofatlardan, ziyonlardan, nazariy ko'zlardan Allohim o'zi hamisha asrasin. Allohu akbar.